Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Humatay Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Adolatli jamiyat, aqlli shahar loyihalari davom ettiriladi. Hozirgi hukumat buni zarurati bor deb topdi. O'shda yoshlik lageridan ko'chirilganlarga va'da qilingan yer uchastkalari kechikmoqda. Buning sababi nimada? Botganda Oygultog' botanik qo'riqxonasidagi ko'chatlar qurimoqda. Buning uchun kim javobgar? Jalolobodda aholining salomatligi bepul tekshirildi. Tibbiy ko'rikdan 3000 ga yaqin fuqaro o'tdi. O'sh oblastida yilning eng iqtidorli o'qituvchisi aniqlanadi. Adolatli jamiyat, aqlli shahar loyihalari davom ettiriladi. Bunga yangi tayinlangan Premyer ministr Muhammadqal'y Abilg'aziyev ishontirmoqda. Uning aytishicha, bu vaqtgacha bo'lgan dasturlar, uning ichida adolatli jamiyat loyihasi asosidagi boshqaruv jarayonlari, avtomatlashtirish va raqamli dasturlarni davom ettirish zarur. Yangi hukumat rahbari o'z ishini juma kuni boshladi. Bunga prezident imzolagan farmon imkon berdi. Premyer bilan birga bir qancha boshqa hukumat a'zolari, vitse-premyer ministrlar yangilandi. Bu vaqtgacha bo'lgan hukumat rahbari Sapar Isaqovga Jo'g'org'i Kengash ishonchsizlik bildirgan. O'shda yoshlik lageridan ko'chirilganlarga va'da qilingan yer uchastkalari kechikmoqda. Buni vaqtincha konteynerlarga joylashtirilgan yashovchilar bildirishdi. Ularning aytishicha, 8 oilaga 2 yil avval hukumatdan yer beriladi deb qaror chiqqan. Aychi massividan 6 sotix yer bo'linib, uy qurishga ruxsat berilmayapti. Arosatda qolgan yashovchilar haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Iyun voqeasida uysiz qoldik degan 8 oila bor. Bular qonli voqealardan keyin O'shdagi yoshlik lageriga joylashtirilib, qayta 2016-yili to'layotgan qishloq hukumatiga ko'chirilgan. 8 oilaga 2 xonadan 4 ta konteyner berilgan. Uning bir xonasida Jamol To'ychiyeva kuyovi va farzandlari bilan istiqomat qiladi. Bu xona yotoqxona, oshxona, bolalar xonasi vazifasini bajaradi. Qiynalganda qiynalamiz, sovuqda qiynalamiz. Shu ariqdan suv tashiymiz. Juğungan жерimiz эле ушул. Shu qiyinchilikda yashayapmiz. Shu bizga yordam qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi elе. Konteynerlarga ko'chirishdan avval hukumat tomonidan bu oilalarga yer uchastkasi ajratib beramiz deya va'da berishgan. O'tgan yil ular uchun Achi massividan barchasiga 6 sotixdan yer berilishi bo'yicha qaror chiqarilgan, biroq foydalanishga ruxsat berilmagan. Buni oblast hukumati yer maydoni bo'yicha bosh reja tayyor bo'lmagani bilan tushuntirishyapti, deydi yashovchilar. Naqshasındağı төлөдүк. Qancha so'm to'ladinglar? 6800 немеге архитектурасына төлөдүм. 450 сом токтом чыгарып беришти. Азыр эми көчөт боюнча дегеле эл катары биз дагы барып ошол жерде неме кылайлы десек, азыр планда жок. Чилелик картасында деп атат да. Эми биякта момундай весна. Ар жылы жаз келери менен биз жайгашкан жерлерге турак жай салынып жатат. Ошондуктан контейнерлерди четке жылдырып жатабыз. Эгерде ушул турган жерибизге дагы курулуш жүрсө, кайсыл жакка барабыз билбейм. Андыктан тезирээк жер тилкесин чечип беришсин да. Achi massivida yer maydonini bosh rejasi tayyor bo'lmaganini oblast hukumati ham tasdiqladi. Boshqacha aytganda, foydalanishga ruxsat berilmagan. Hukumat topshirig'iga ko'ra 2021-yil Achiga suv keltirilib, yo'llar ta'mirlanadi. O'shandan keyin yashovchilar uy qurishga sharoitlar yaratiladi. Алар бүгүнкү күндө 2 күндүн биринде келип азыр шаштын алып аткан күн. Мына биздин документтер токтомдорду алдык, акчаны төктүк. Бирок жерди бербей атасыңар, биз салат элек депчи, бирок бүгүн чыга турган жер эмес да ал. Ошондуктан биз маселелерди биринчи мына укуктук норматив актылар боюнча, булардын жерлер боюнча жерлер тактап, аныктап алгандан кийин гана буларга жерлердин кайрадан көрсөтүп тактап, анан үй салганга уруксат беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө булар ага карабастан азыр бүгүн бересиң деп туруп, багындай талап коюшуп атат. Bunday qilib Achining infrastrukturasi yaxshilanmaguncha bu yerga uy qurib yashash mumkin emas. Shu bilan birga boshqa yerdan uchastka ajratib berish ham imkoni yo'qligini ta'kidlashdi. 2009-yildagi qarorga ko'ra uy solish uchun faqat qayroq yerlardan bo'linishi kerakligi aytilgan. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'abayeva, Qimmatbek Abdusamatog'li, Intimaq.
Oygul tog' botanik qo'riqxonasidagi 20 gektar maydonni egallagan ko'chatlar suv yetmaganligi tufayli qurimoqda. Hojatxonalar ham suv yo'qligi tufayli ishlamay kelgan ziyoratchilarga sharoit tuzilmayapti. 2 yil avval obodonlashtirish uchun tomchilab sug'orishga har bir ko'chatning ostiga suv quvurlari tortilgan, biroq shu vaqtgacha suv kelmagan. Obodonlashtirish uchun qancha mablag' sarflangan, navbatdagi lavhada tanishasiz. Batken tumanining markazidan 20 chaqirim olisda Oygul tog' botanik qo'riqxonasi 2 yil avval to'silib ko'kalamzorlashtirish ishini boshlagan. Unda 20 gektar maydonga o'rik, bodom, pista, shaftoli, gilos va igna bargli daraxtlar ekilgan. Biroq qo'riqxonaga suv kelmagani tufayli bodomdan boshqa barchasi qurib qolgan. Suv yo'qligi uchun hojatxonalar ham ishlamaydi. Hojatxonasi yo'q ekan dese, mumkin kele turganlar da kelbey qo'yadi. Егерде hojatxonalari bo'lib, yaxshi условиясы yaxshi bo'lsa, adam ko'paysa керек, ko'p kelsa керек deb o'ylaymiz da. Akçağa gelse gerek. Şunu korkup çıraylı kılıp koruk aylandırıp bakgül aylandırsa болады. Aygül degen atını dağı ondan da götürse болады. Bu yerde şartlarda tüzüp. Ben Özgön'den gelip şu bugün körüp get bartam. Biroq içim açıştı. Şu kança köçökler kuvravatkanıga suv yo'qligini. 2 yil avval atrof muhitni ko'kalamzorlashtirish jamg'armasi tomonidan tender e'lon qilinib, ko'chatlarni tomchilab sug'orish tizimini kiritish kerak. Unda 20 gektar maydon sug'orish uchun 20 tonnalik suv idishi bilan quvurlar o'rnatilgan. Omborga Qorabuloq qishlog'idan suv olib kelish rejalashtirilgan. Mahalliylarning noroziligi sababli amalga oshirilmagan. Bizga bo'lg'oni 2,5 soat, 100 soat vaqt beradi. Suv masalasi qiyin bo'layotadi. Mana daraxtlar bit-bardi qurab, mana kapilni polni объем to'lmayuncha bu yoqqa suv chiqmaydi ekanda. O'shaning sebebida mana bu ko'chatlar bari qurg'ab bitdi уже. 4,5 sutka hech vaqtda berilib turgan maldan ayildan oqsoqollari, arindib turganlari bizga bermaydi. Qo'riqxona 2008-yili transformatsiya qilinmasdan avval o'rmon xo'jaligi tarkibiga o'tkazilgan. Biroq joylashgan yeri Qorabuloq qishloq hukumatiga qarashli. Ko'kalamzorlashtirish ishi 2 tomonlama olib borilgani uchun qancha mablag' ketib, qancha ish bajarilgani borasida aniq ma'lumot yo'q. Hozirda bu bo'yicha Batken hududiy moliya politsiyasi aniqlashtirish ishlarini olib bormoqda. Akimchilik, oblastlik yetakchilik uni bugungi kunda to'liq qo'llab, hozir dokumentlar bit emede жатат. Жоғарғы кеңеште. Егер трансформация болып эме болса, бұл уже Баткен тоқа чарбасының балансасына өтеді тағын, біз ал жерде толыққанды іс жүргізуге мүмкіншілігіміз болады. Егер ошоның толық маалыматын берсе, азыр біздің балансқа өтсе бұл жер. Андан кейін егер эме болса, мен сунушум ошо айттан bir отдельно ошого bir жаңы bir скважина бур дедиш. Agar Aygul tog' botanik qo'riqxonasi to'lig'i bilan o'rmon xo'jaligi boshqarmasi tarkibiga o'tkazilsa, 5 yilda igna bargli daraxtlar ekiladi. Eslatib o'tsak, 2015-16 yillar oralig'ida tog'ni orqa tomoni to'siqlar bilan o'ralib, gulni tomosha qilgani kelganlar uchun zinalar o'rnatilib, o'tirgichlar qo'yiladi. Jalolobodda aholining sog'ligi bepul tekshirildi. Ko'ngilli shifokorlar karvoni Nokenda 2 kun ish olib borib 3000 ga yaqin fuqaroni ko'rikdan o'tkazgan. Natijada yurak, qon tomir va asab kasalliklari ko'p aniqlanib, kasalxonalarga yo'llanmalar berildi. Ko'ngilli shifokorlar karvoni Novken qishloq hukumatiga maxsus takliflar asosida kelgan. Tibbiy tekshiruvga muhtojlarning soni ko'p bo'lgani uchun jarayon 2 kunga belgilangan. Birinchi kundan boshlab aholi erta tongdan kela boshladi. Murojaat qilganlarning ko'pchiligi nevropatolog va kardiologlarga ko'rinmoqda. Juragim og'riydi ekanda. Ana juragim og'risa ham bilmayman ham. Banisiga yatish kerak o'xshaydi. Aytib o'tadimi? Bilmayman. O'zi negisi juragim og'riydi, qanday o'ylaysiz? Og'riydi-da. O'rib Şelsen basalmay qalamın. Hazır 500 metr var aralıq. Şundan 2-3 demelip geldim şerken. Bu kızga kayrılganım sebebi başım ağrıydı. Şunun negizinde bıyıl 10 yıl oldu. Başım azızdan ile orçile. Baştan algın içip, stramon içip, uşulardan sekin davleniyem var. Qancha yıl oldu? Davleniyem bo'lganına 5 yıl oldu. Tibbiy tekshiruv natijasida yurak, qon va asab kasalliklari bilan jabrlanganlar ko'p ekanligi aniqlandi. Mazkur kasallikning ko'payishini shifokorlar o'z vaqtida tekshiruvdan o'tmaslik bilan bog'lamoqda. Buning ortidan surunkali kasalliklar ko'paymoqda. Yurak og'riq основном 30 yoshdan jo'g'rilar og'riydi. Qon bosimi biik bo'lib, yurakka qon жетпей. Yurak og'riqlarining ko'payishini birinchidan bu bizning jegen tamoq ashimiz sebepti. Анан кыймыл аракеттин аздыгы. Майлуу тамактарды, көп куурулган тузду тамактарды көп жейт.
Анан кийин көпчүлүгүндө давление болуп, ушул давлениянын айынан давлениясы кан басымында бул ошонусу жогорулап кетип эле бул сөзсүз түрдө мээнин кан тамырларына кошо таасир этет. Жүрөктүн кан тамырларына, мээнин кан тамырларына таасир этет дагы, ошон үчүн жүрөк оорулары менен нерв оорулар бул баш ооругандар өтө көп болуп атат. Aholini bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazishni Denisaq el assotsiatsiyasi uyushtirgan. 40 ga yaqin shifokor turli kasallik bo'yicha kelishdi. UZI kardiolog uskunalari ham 2 kundan buyon bepul ishladi. Социалдык жактан муктаж адамдарыбызга медициналык жактан жардам берүү болуп эсептелет максаты. Керектүү болгон аппаратуралар менен бул жака УЗИ, кардиограмма, глюкомер сыяктуу аппаратуралар менен келип, калкыбызды жакындан медициналык жактан болгон күч-аракет менен жардам берип келебиз. Көп узкий врачтар жетишпейт бул жерде. Айрыкча мына гепатолог, боор ооргандар аябай көп. Ошо гепатолог жетишпейт бул жерде, чындыгында ревматолог, сөөгү оорулар боюнча адистер жетишпейт. Именно ошого узкий врачтар жетишпегендиктен ошондой врачтарды бул жерге чакырдык. Себеби элге ыңгайлуу болуш үчүн. Булар Ошко барганга же ошо мисалы үчүн гепатологко көрүнүш үчүн Ошко же Бишкекке барыш керек. Denisaq el assotsiatsiyasi Osh областidagi ko'ngilli shifokorlardan tarkib topgan. O'tgan yildan buyon o'lka janubidagi fuqarolarni bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazib kelishmoqda. Kelajakda mamlakatning shimoliy qismiga ham xizmat qilishni rejalashtirib, navbatdagisi keyingi oyda Issiqko'l oblastida o'tkaziladi. Umida Mirzabayeva, Qabulbek Ko'chkonbayev o'g'li, Shayr Zairbek o'g'li, Intimaq, Jalolobod shahri. 2019 yili alohida e'tiborga muhtoj imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalaganlarga mablag' ajratish masalasi parlamentning tarmoqlar qo'mitasida ko'rib chiqiladi. Deputat Mirlan Bakirovning aytishicha, Qirg'izistonda imkoniyati cheklangan 172.018 kishi ro'yxatga olingan. Ularning 29.000 bolalar. Ularning orasida 6.000 bola doimiy e'tiborga muhtoj. Hukumat bunday oilalarni 2009 yili pul bilan ta'minlash qoidasini ishlab chiqishi kerak dedi. Mablag' bolaning ota-onasiga yoki boquvchisiga beriladi. Qorasuv rayonida onalar maktabi ishlay boshladi. Bu yerda imkoniyati cheklangan bolalarning onalari chevarchilikni o'rganishadi. Hozir ular uchun 8 tikuvchi mashina olinib, maxsus xonalar ochildi. Tajribali chevarlardan o'rganib qiziqqanlarning barchasi jalb qilinadi. Imkoniyati cheklangan bolalarning onalari bugun ilk bor tikuvchilik sirlarini o'rganish uchun yig'ilishdi. Har kuni vaqtiga qarab 2-3 soatga kelib turishadi. Ular uyda faqat farzandlari bilan shug'ullangani uchun yangi imkoniyat eshiklari ochilganidan mamnun. Bu kabi o'qitishlar ular uchun zarur ekanini aytishadi. Kelib tikishni o'rganib, pardalarni o'rganib, endi tikyapman. O'zim tikardim chaklarni. Xudoga shukr, mana tikyapman. Yaxshi, rahmat ularga, o'rgatganiga, ochganiga rahmat deyapman. Shu burada bizga o'xshagan ota-onalarga juda kerakda bu narsalar. Emnega deganda birga ota-onalar aqcha talab olmay qiynalib atat, bolalarni qanday boqishni bilmay jatat hozirgi uchurda. O'shog'i Imkoniyati cheklangan bolalarning onalari ko'p vaqt bolalari bilan uyda o'tirishadi. Boshqa ish qilgani vaqti ham, imkoni ham yo'q. Shu sababli mening oilam, mening qudratim jamoat jamg'armasi Narimon qishloq hukumatida alohida e'tiborga muhtoj bolalarning onalari uchun tashkil etilgan. Maqsadi onalarni ish bilan ta'minlab, oila jamg'armasiga o'z hissasini qo'shtirishdir. Bir yerden öğrenip ananın üyünde уже кичинекей бизнес açsın. Bular jardam bolot. Потому что 3,5 ming ele bular pensiya alışat özgöçö baldarga. Bular sığılıp, psixologически bular aябай kıyın. Biz oyladık, şunday treninglerge çıkırsak, kiçine köngüllerini açıp, что bul mamleketke bular da kerek eken başka adamlarday. Bul qo'mga bunday baylanışıp, tımızın baylanışsın deb. Onalar maktabi ochilganda Qorasuv tumanining Narimon qishloq hukumatida 200 dan ortiq imkoniyati cheklangan bolalar bor. Biroq ularning rasmiy soni yana ham ko'p bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar farzandlarini jamiyatga aralashtirishdan qo'rqadi. Uyda olib o'tirishni ma'qul ko'rishadi. Onalar maktabini asosida uydan chiqmagan onalar ham, bolalar ham o'qishlarga jalb qilinadi. Bu hunarni to'liq o'rgangandan keyin mustaqil faoliyatni yo'lga qo'yishga imkoniyat yaraladi. Misali bir maktab formami, bolalarga yupkadimimi, ja boshqa bir рабочий formalarda deb nimasini bir sportda topishga harakat jasam,
Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad imkoniyati cheklangan va ularni ota-onalarini jamiyatga aralashtirishdan iboratdir. Shu sababli tikuvchilik kursini ochilish marosimida alohida e'tiborga muhtoj bolalarning ota-onalari uchun konsert dasturi tashkil etilib, sovg'alar topshirildi. Hilola Ashurova, Ayday Bedelbek qizi Argan Qalibek o'g'li Intimoq. Onasini kasalxonaga olib borgan Jaynagul Abduqasim qizi uni Qorasuv rayon kasalxonasiga yotqizdi. U bu vaqtgacha bemor onasini O'sh oblast kasalxonasiga o'zi olib borgan. Shu vaqtgacha onasini ko'tarib yurgan fuqaroni ko'rgan yashovchilar uni tasvirga olib internetga joylashgan. Shundan beri bemorning holati jamoatchilikning diqqat markazida. Bu ayol bilan hamkasbim suhbatlashib qaytgan. Ishlab kasalxonaga olib borgan qiz videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan vaqti muhokamaga sabab bo'layotgan video 21 aprel kuni Jaynagul Abulqasim qizi ahvoli og'irlashgan onasini O'sh oblast kasalxonasida ko'tarib yurgan kezda tortilgan. Ikkinchi guruh nogironi bo'lgan onasini ko'tarib yurgan Jaynagulning videosi ko'pchilikning e'tiborini qaratdi. Yordam berish niyatidagilar kundan kunga ortib bormoqda. Hozir mazkur oilaga yordam berish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda alohida bir guruh yig'ila boshladi. Ular aytdi-ku, biz janaqa aqchalay yordamga muhtojligimiz bor, dori-darmok narxi deganda. O'shoga biz aqchalay yordam beraylik deb bu nimada o'sha jurnalistika tarmog'ida ishlagan ag'ajilar bilan gap kengashib, biroz bo'lsa dag'i ошол акчалай жардамды бир жардам бергенге аракет кылабыз. Эми суммасын пока что айтпай эле туралы, колубуздан келишинче ошо Аллах разычылыгы үчүн жардам беребиz. Jaynagulning nogironlik aravasini qabul qilmasdan moddiy yordam so'ragan. Sababi hozirgi kunda onasining kasalligi o'tib Qorasuv tuman kasalxonasida davolanmoqda. Ichaklariga sovuq o'tgan Qanishay Matraimovaning dori-darmon olish uchun moddiy yordamga ehtiyoji bor. Apam 6 oydan beri катуу кусуп атат. Қан куска чейин барды. Мен областнойго бир эле жолу барган жокмун, бирок бул барышым 3-чү жолу барышым эле кечегиндеги. Ал жакка караганда бул жак бизге оңоюраак түшөт экен. Чөнтөгү да көтөрбөйт, ашык жана немени дагы. Ошого ушул жакка алып келип жаткыздык. Эң эле чоң үмүтүм энем айыгып кетсе деп тилеп атам биз пешенебизге. Өтү кийин ашказаны ошолор негизинен ооруп экен. Тамакты жегенде ушу тамактар жакшы сиңбей, ичегилер аркылуу ушунча арыктап, азып кетти, каны дагы азая баштаптыр. Эми акыбалы действительно мындай караганда акыбалы мындай. Эми өтө оор эмес, орточодон эмерээк да оорураак. Эже эми бизде жатып лечение алып бир курс. Анан дагы көрөбүз дагы кандай неме кылыш керек. Керек болсо дагы башка обследование, башка анализдерди алабыз, карайбыз деп. Jaynagul Abulqasim qizi qayin ukalari yosh bo'lgani uchun qaynonasiga bir o'zi g'amxo'rlik qilishga majbur. Kuyovi Rossiyada ishlab, dori-darmon uchun pul jo'natib turadi. Oilani bundan boshqa moddiy manbai yo'q. Shu sababli Qanishay opaga yordam berishni istaganlar Jaynagulni raqamiga murojaat qilishlari mumkin. Buning uchun 0774 kodi bilan 18 50 92 raqamlariga murojaat qilish mumkin. Hilola Ashurova, Marat Akimbek o'g'li Azam Buzrukov, Intimoq. O'sh oblastidagi iqtidorli o'qituvchilar aniqlanadi. Yilning eng yaxshi o'qituvchisini aniqlash maqsadida tanlov uyushtirilgan. Unda o'qituvchilarning tajribasini rivojlantirish ko'zda tutilgan. Oldinda shu va boshqa xabarlar bilan qisqacha tanishib oling. O'sh oblastida yilning eng iqtidorli o'qituvchisi aniqlanadi. Buning uchun tanlov tashkil qilinib, unda hududlardan birinchilikni qo'lga kiritgan 7 o'qituvchi ishtirok etishdi. O'qituvchilar o'quvchilarga ochiq darslar o'tib, sahnada o'z iqtidorlarini namoyish qilishdi. Yakunida hakamlar hay'atining baholashi bilan eng yaxshilari tanlandi. Tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad hududlarni rivojlantirish yiliga hissa qo'shish va o'qituvchilarning tajribasini orttirish bo'lib sanaladi. Эртеңнен суперфинал болот дагы, анда жеңүүчү мугалимдер ичинен эң мыктысы аныкталып, республикалык сынакка жолдомо алышат. Бүгүн бизге жакшы Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым өкүлчүлүгүнөн мугалимдердин профсоюз комитетинен меймандар келип катышат. Алар өзүнүн спонсорлук жардамын көрсөтүп, баалуу белектерин, дипломдорун алып келип катышып атышат. O'sh davlat universiteti abituriyentlariga o'zlarining ta'lim sohasidagi o'ziga xosliklarini ko'rsatishdi. Oliygohda ochiq eshiklar kuni tashkil qilinib, unda o'quv yurtining barcha yo'nalishlari ko'rsatildi.
Bu vaqtgacha oliygoh mutaxassislari o'lkaning janubiy hududida bilim berish tizimidagi va imtiyozlar haqida tushuntirish ishlarini olib borishgan. Hozirda O'sh davlat universitetida 18 ta fakultet xalqaro mustaqil akkreditatsiyadan o'tmoqda. Bu esa oliygohda xalqaro me'yorlarga mos ravishda bilim berishni tasdiqlaydi. Bilim alam degan yoshlarni tartuv maqsad bo'lib o'tadi. Hozir bizning universitetda jo'g'orqi bilim bo'yicha, anan o'rta kasblik bilim bo'yicha studentlarni qabul qilamiz. Sani bo'yicha 90 dan oshiq jo'g'orqi bilim bo'yicha, anan 30 dan oshiq o'rta kasblik bilim bo'yicha abituriyentlar topshirishadi. Jalolobod shahrida qoziyat vakillari Jo'g'orqi kengash deputati Janar Aqayev bilan uchrashuvni tashkil qilishdi. Uchrashuv din va demokratiya loyihasi asosida amalga oshdi. Yoshlar o'zlari qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Ta'kidlab o'tsak, din va demokratiya deb nomlangan loyiha 2017-yildan beri o'lkaning turli hududlarida amalga oshmoqda. Maqsadi yoshlarni noto'g'ri oqimlardan himoya qilib, o'z fikrlarini mustaqil bildirishga imkon yaratishdan iborat. Бұл жаштар арасында талқы клубтары Қырғызстан бойынша 9 жерде өткөрүлөт. Бүт областтарда жана Ош, Бишкек шаарларында. Жалпысынан проект алкагында 90 талқы клуб өткөрүлөт. Intimaq media guruh 2-jahon urushi ishtirokchilarini tanishtirishni boshlaydi. Har yili Ulug' Vatan urushi faxriylari kamayib bormoqda. Hozirda O'sh shahrida 15 nafar urush qatnashchisi qolgan. O'tgan yili 34 nafar front orti faxriysi bo'lsa, ayni damda 24 faxriy qolgan. Bu yil 9-may kuni g'alabaning 73 yilligi nishonlanadi. Bayram munosabati bilan tayyorgarlik bormoqda. O'sh shahrining yashovchilari bu yil bayramni 15 urush faxriysi bilan nishonlashadi. Ularning qatorida Japar Hakimov ham bor. Faxriy haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi kecha bo'lganday barchasini aytayotgan Japar Hakimov bu yili 95 bahorni qarshi oldi. Deyarli bir asrlik umri davomida juda ko'p og'ir kunlarni boshdan kechirganligini aytadi. Urush yillarini xotirlar ekan, ko'zlarida yosh qalqiydi. 42-yili noyabr oyida askarlar bilan urushga ketdik. Voronezh degan Ukraina shahriga bordik. Voronezh. Asharda artilleriya meni o'qitib, Novochev bilan lekin 19 yoshda qonli urushga otlangan Japar Hakimov Ukraina, Moldaviya, Bessarabiya, Ruminiya, Yugoslaviya va Vengriya davlatlarida jang qilgan. Dushmanlar ota boshlaganda pulemyotlarga yaqin borib, portlatib kelish topshirig'ini olgan. Biroq jonini xavf ostiga qo'yib aytilgan vazifani a'lo darajada bajaradi. Biz shinelalarimizga o'ranib, pushkani taydalab yotdik. Qancha uxlagan bilmayman. Biroqda o'qlar otilib qoldi nemis tomonidan. Charaqlab pushkaga tegyapti o'qlar. O'tib ketyapti vizillab. Shuni o'rnimizdan turib bitta o'q kelib oyoqqa tegdi. Urushdan keyin vatanga qaytgan qahramonimiz 30 yilga yaqin haydovchilik qilgan. Undan keyin bir necha yillar davomida madrasada mudarrislik qilgan. Hozirgi kunda bog'bonchilik qilib, uy ishlariga ko'maklashadi. Dorivor o'tlardan turli malhamlar tayyorlab turadi. Yavlarga chiqib, ancha-muncha dori cho'plardan terib kelaman. Shuni kishi bilan o'zini me'yorida qaynatib ichib turaman. Qahramonimiz 4 o'g'il va 5 qizni voyaga yetkazdi. Hozirda 60 dan ortiq nabira chevaralarning sevimli bobosi. Otasining tarbiyasi tufaylimi hayotda farzandlari ham o'z o'rnini topgan. Shuncha farzand, 9 farzandni yetkazib, voyaga yetkazib, hunar ishlarda joylab, uy joylar qilib berdi inshaalloh. Japar Hakimovni vatan urushda ko'rsatgan jasorat uchun Qizil yulduz ordeni, davlatda xizmat qilgani uchun mehnat faxriysi medali bilan taqdirlashgan. Har oyda 17 ming miqdorda nafaqa oladi. Kasalxonalarda ham imtiyozli davolanishadi. Nodira Sodiqova, Chinarbek Alimbekov, Azam Buzrikov, Intimaq. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz ostida o'tsin. Xayr, omon bo'ling.